Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'konimizda aravachali beton mishalkalarimizdan mavjud. Hozir shu aravachali beton mishalkamizda sizlarga video obzorini qilib, motorlarining quvvatini hamda o'zini sizlarga tushuntirib, tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni boshlashdan oldin bitta like tugmachasini bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimiz bo'lsa, aytiladigan narxlardan oz-moz skidkalarini qilib beramiz. Video tagida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Dastavka xizmatlarimiz mavjud bo'ladi. 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin bo'ladi. Bizning do'konimiz Qo'qon shahri, Navoiy massif, Malina svetoforini oynasida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Kelib barcha turdagi beton mishalkalarimizda xarid qilsalaring bo'laveradi. Beton mishalkalarimizning narxlari 2,5 million so'mdan 3,5 million so'mgacha bo'ladi. Litrlari bo'lsa 160 litrdan boshlab 240 litrgacha bo'lgan beton mishalkalarimiz mavjud. Bu beton mishalkamizni sig'imi 220 litr bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham katta qilib ishlangan aravachali ko'rinishlarda bemalol yetalab borib to'kib kelsalaring bo'laveradi. Materiallari konteynerda materialidan qilib ishlangan, silliqlanib ishlangan materiallardan, pishiq materiallardan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Ichlari ham juda ham ideal holda bo'ladi. Bunimizda narxi 3,2 million so'mga 12 ta viloyat bo'ylab dastlabkilari bilan qilib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldirib qo'yapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab mutlaqo tekin narxlarda, arzon narxlarda dastlabkilari bilan qilib beramiz. Motorlarining quvvati 202 kW motor quvvatiga ega bo'ladi. Misatmotka, mis motorlardan qilib ishlangan, motorlari ham ko'rishlaring mumkin, kattagina motorlardan qilib ishlangan bo'ladi. O'zini o'chirib yoqadigan, kulchatirlarigacha qo'yib qo'yilgan 220 ga ishlaydigan apparatlarimizdan bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasizlar. Mana orqa tomondan ko'rinishlari ham juda ham ideal holda o'zini ushlab olib borib to'kadigan dastaklarigacha o'rnatib qo'yilgan. Mana motorlari, mana barcha turdagi beton mishalkalarimiz do'konimizga yetib kelgan. Kelib arzon narxlarda xarid qilib ketishlaring mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda o'tkazib yubormasliklaring uchun.